Hozir ukamga kelamiz, salto otishni o'rgatamiz. Orqaga salto otayotganda birinchi navbatda qo'lni yuqoriga ko'tarib, oyoqni ushlash kerak bo'ladi. Ko'pchilik esa o'zini orqaga otib yuboradi, oyoqni ushlamaydi. Bu xato narsa. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Salto otilayotganda ikkinchi xato round-offda qilinadi. Ya'ni round-off. Round-offda uzoqdan yugurib kelish mutlaqo shart emas. Ko'pchilik uzoqdan yugurib kelsam, balandroqqa sakrayman deydi. Yo'q, mutlaqo unaqa emas. Hammasi texnikaga bog'liq. Siz qanchalik gorizontal sakrasangiz, balandga ko'tarilishingiz shunchalik oson bo'ladi. Masalan, siz mana bunday sakrasangiz, bu qisqa masofa uchun ancha oson. Agar siz biron bir masofadan yugurib kelib sakrasangiz, mana bunday ko'rinadi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying, yo bo'lmasa shunchaki menga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi safar bundan ham yaxshiroq mashqlarni o'rganishga harakat qilamiz. Yana aytgancha, yilning oxirigacha 200 mingta bo'lishimga yordam bering. Qani, let's go.